Mana qadrdonlar, Vengriyaning Budapesht shahridamiz. 8-aprel ertalab tongga akamiz tinchmaydilar. Mana majburlab olib tushib keldilar. Trenovkani qoldirmaylik. Dam olish o'zini yo'liga, o'yin-kulgi o'zini yo'liga, sarvarqalar o'zini yo'liga. Juda ham qoyil. Okamni shu irrasli ishning bo'lib ketgan ekan. Tinmayaptilar. Juda chiroyli qaranglar. Bu zalda ishlamasang ham bo'lmaydigan ekan. Mana ko'ringlar zalni, mana. Ko'ringlar, qaranglar. Juda ajoyib. Hech kim bunday ishlaydi o'ylamang. Bo'lsin aka, gapi aka. Hozir mana Oktagon mehmonxonasidamiz. Ertalab soat 8da Vengriyada, Budapesht shahrida. Ertalabga shvedskiy stol berishdi bizga. Mana endi asosan halol mahsulotlardan oldik. Asosan emas, umuman halol mahsulotlardan. Bunaqa vino ham berishadi ertalabda. Meni vinosi. Olma soklar, mana umijon bilan biz zavqli qilishni boshladik. Kelinglar.